Istanbulga borib 5 kun sayohat qilib kelish 2 kishiga necha pulga tushadi? Umumiy narx videoni oxirida. Birinchi rasxod albatta bilet. Sayohat Turkiyaga bo'ladigan bo'lsa, aviakompaniya ham Turkiyaniki bo'la qolsin deb 2 kishiga $760 bilet oldim. Terrasasidan chiroyli manzara ko'rinadigan mehmonxonani izlab topib, $250 4 kun oldin bron qilib qo'ydim. Albatta nonushta ichida. Istanbulga yetib borib avtobus, keyin taksiga o'tirib mehmonxonaga yetdik. Bu bizga $40 ga tushdi. Ancha izlab topgan mehmonxonamni siz manzarasini bir ko'ring. Mehmonxona terrasasida toza havoda nonushta qilish go'yoki turk seriallarida yashavordim desam bo'ladi. Birinchi kun Sulton Ahmed Ko'k masjidga bordik. O'sha davrning atmosferasi butunlay boshqacha. Qizig'i bu masjidni biz Aya Sofiya deb o'ylabmiz. Bilmay aylanib chiqib ketganimdan keyingina nomini ko'rdim. Keyin u yerdan O'rtako'yga borib paromga o'tirdik. Dengizdan ko'ringan go'zallikni tasvirlab bera olmayman. Buni siz albatta kelib his qilib ko'rishingiz kerak. Beshiktoshga borib hamma video qiladigan o'sha mashhur joyda bo'ldik. Mashhur ovqatlarni ham yeb ko'rdik. Keyin hamma serialda ko'rgan videolarda mashhur joy Kemal va Nixan joylashgan Galata qal'asiga borib